Nima uchun ushbu prisadkani qilishda 160 ming yevrolik stanokdan foydalanamiz? Buning siz mijozlarimiz uchun nima foydali tomonlari bor? Har bitta mebelni yig'ish uchun обязательно prisadkalar bo'lishi kerak. Bu polka держателlar uchun, petllar uchun yoki korpuslarni bir-biriga qotirish uchun prisadkalar qilinadi. Ushbu prisadkani deylik 20 ming 30 minglik stanokda ham qilsa bo'ladi yoki bizning holatimizda 160 ming yevrolik stanokda ham bajarsa bo'ladi. Lekin ikkita stanokda bajarilgan prisadkalarning bir-biridan farqi bo'lishi mumkin. Asosiy farq bu aniqlikda. Bizda turgan stanok millimetrning 1/10 aniqligida, ya'ni 1 mikrometr aniqlikda teshiklarini teshadi. Bu xohlagan diametrda va xohlagan chuqurlikda eng asosiysi aniqlikda teshadi. Va ikkinchi eng asosiy faktor bu tezligida. Ya'ni o'sha aniqlikdagi teshish uchun ishlatiladigan vaqt sarfi oddiy stanokka nisbatan ancha tezroq teshib beradi. Bu mijozlarimizga o'rnatiladigan mebellarning sifatli chiqishi, aniq ishlashi, ya'ni masalan polkalar o'ynamaydi. Agar shu ruchno yoki aniqligi pastroq bo'lgan stanoklarda qilinganda mana polkalar o'ynaydi. Petlarni aniq nastroyka qilish qiyinlashadi va bu mebelingizni umriga ta'sir qiladi. Ya'ni aniq nastroyka qilinmagan mebellar ochilib yopilishida xuddi mana shunaqa darajadagi clownisga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham biz aynan mahsulotlarning sifatli darajada mijozlarga yetib borishi uchun ham sifatli Yevropada ishlab chiqarilgan stanoklardan foydalanamiz.